Bolalar tezroq yuringlar, darsga chiqamiz. Yuringlar, do'kondan bu narsa olaylik. Rahmat. Shoshmay turinglar bolalar. Mana mana sizlarga. Bu nimaga? Bu bonus ukalarim. Rahmat. Ko'p narsa olaman. Rahmat. Bo'pti, bolalar sog' bo'linglar. Pulni berkam. Aka, kecha qantdan bering. Kecha qantdanmi? Bolalar. Pulini ber. Ha, mana. Rahmat. Hali konfetdan olib kelsa bo'larkan-a? Puling bormi? Yo'q, pulim yo'q. Ay, menga ham berishmadi. Ustoz, tashqariga chiqib oling. Nima bo'lyapti bolam? Ustoz, boshim og'riyapti. Tezda chiqib kelgan. Maktab o'quvchilariga turli konfetlar tarqatilayotgani va ular tarkibida xavfli narkotik moddalar mavjudligi, konfetlar iste'molidan so'ng bolalar vafot etayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ozbek Bobur, siz bo'lasizmi? Men ichki ishlar bo'limidan tergovchi Murodovman. Siz voyaga yetmagan bolalarga narkotik modda sotishda ayblanyapsiz. Hozirroq mahkamaga biz bilan ketasiz. Yo'q, aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman.